Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli, barchangizga xayrli kun. Sog'misizlar, omonmisizlar, salomatmisizlar, tanijoninglar sog'monmi? Hurmatli YouTube ahli, bilasizlarmi? Men hozirgi shu videoyimni nihoyatda shoshqaloqlik bilan qo'yishga majbur bo'ldim. Chunki hozir nima desam bo'ladi? Yemagan somsamga pul to'lamoqchi bo'ldim ham va e, sal qoldi to'lashimga desam ham adashmagan bo'laman. Sababi 2 kundan beri sog'ligim yo'qligi tufayli Asaka tumani To'rttosh kasalxonasiga, ya'ni shu Asaka tilida aytganda shu To'rttosh больницamiz bor, shifoxonamiz bor. Shu yerga 2 kundan beri qatnayapman va bugun shu istoriya ochilib, o'tgan yili operatsiyam o'rni jicha shu og'rigandek bo'luvchi 3-4 kun davolansam o'tib ketarmikin deb shu o'zimga shu istoriya ochirayotganimda bir baxtsiz hodisa tufayli shu Obodonda shu ikkita akamiz shu bizda hozir judayam hozir yana aytib o'tay shu o'rinda bizni Asaka tumanimizda markaziy desam ham adashmagan bo'laman. Markaziy shifoxonamizda nihoyatda O'zbekiston Respublikasini shu prezidentini qaroriga asosan shu qaysidir bir nimalari bilan qarorlari bilan judayam chiroyli qilib boshqatdan remontlarni nihoyatda chiroyli qilib shunday kirishingizga o'zi shunday bilinib bilinib turibdi. Mana bugun ko'rdim men televizorlar, даже shu yerdagi medsestra hamshiralar aytyapti, qizingni olib kelmabsan-da, ko'rib o'tirar, sen tekshiruv qilib u bu qilguningcha deb. Juda ham chiroyli zallari, televizorlar, nihoyatda nimalar chizgan nimalarini ko'rsangiz havasga chizyapti-da rassomlar. Bu hali boshlanishi deyapti. Shundaki eshikdan kiraverishingizga shu chap tomonga qarasangiz, xudo xolasa inshaalloh albatta video obzor qilib beraman inshaalloh. Kiraverishingizga shu chap tomonda judayam haligi laylaylar, nimalar judayam haligi kiyiklar, shu o'tlar, gazonlar judayam chiroyli o'rnatilgan. Nihoyatda men judayam havas qildim. Va men shu joyda tursam, shu baxtsiz hodisa tufayli shu ikkita akamiz shu Obodonda yordam tariqasida kelgan akalarimiz shu baxtsiz hodisa tufayli shu necha bir oyog'iga shu g'isht tushib, boshqa qilib, endi baxtsiz hodisa tufayli bo'lib turadi. Menga qaranglar, o'ziga ehtiyot bo'lmaganligi sababli shu oyog'iga g'isht tushib ketgan ekan. Tekshir boshqa va undan tashqari boshqalar bo'ldi va demoqchiman, yemagan somsaga pul to'lay dedim men u yerda. Nima uchun? Telefonlarimni bering tekshiraychi deb boshqa qilishim bo'lib hamkim o'zimni ukaxonim, ichki ishlardagi ukaxonim tekshiraychi beringchi deyapti. Oling dedim. Men dedim, agar nima uchun shaxsiy, bu meni shaxsiyim bu. Sizga haqqingiz yo'q mendan so'rashga deb turib men keltirib qo'ysam bo'lardi shu joyda. Nima uchun? Mening uni telefonda birovdan yashirincha yozadigan narsalarim yo'q. Oshkora hamma yo'q, oshkora, oydinlik, oshkoralik. Blokirovka ham qilmayman men telefonimda. Hali biror gilo ishton yo'q, hadigi cho'pdan qilib bloklab. Yo'q, men unaqa bloklab, unaqa bekitib yurmayman. Oling dedim. Men dedim. Keyin o'sha oldidagi nimasi boshlig'i, qo'yaver, nima qilasan so'rab dedi. Endi qaranglar, hurmatli YouTube ahli, hurmatli asakalik, ayrim mendan bir narsani to'ngab yurgan ayrim asakaliklar, unutmanglar. Men gapirib o'tib ketaman, qistirib o'tib ketaman. Nima uchun? Qizim, senga gapiryapman, kelinim sen eshit deb o'tib ketaman. Lekin biror marotaba negativ kelgan, murojaat kelganni biror marotaba chiqargan ayol emasman. Gapirgan ayol emasman. Hali o'zlarini ham oldida aytdim. Где живут, там они срут. Bu bor haqiqat bu gap. Hammani yonida aytaman. Menga qaranglar. Xo'p, ashi joyda qilyapti ekan. Mana qancha chiqarishyapti. Aktual, uz chiqaryapti. Asakada nima gap chiqaryapti, a? Asakada nima gap chiqaryapti? Bittaligidaqa butun podani bulg'aydi deganlaridek qancha Nilufar Siddiqova profilidan kirib urushib ketaman va meni Asakada nima gap? Admini kerak bo'lsa shunday zapret qilib qo'ygan yozishdi. Nima uchun shu haqiqatlarni bunday menga qaranglar, hurmatli Asaka tumanidagi ayrim blogerlar meni eshitinglar, xudoylar qolsin.
asakamiz boqqa bulanib yotsa, sizlarga yaxshi-yu, zo'r qilib qo'ysa yomonmi? Qaranglar, haligi asaka desa oldin odamlarcha anaqa qilardi. Voy, O'zdev avtokorxonasi mazza bo'lsa kerak-a deb. Mana endi sekin-sekin anaqa bo'lyapti. Juda ham go'zallashyapti. Va bu narsani sizlar vijdoniylar bilan ko'z ko'rona ko'ra olmayapsizlar. Nima uchun ko'ra olmayapsizlar? Bilmadim. Sizlarga nima qilish kerak? Endi menga qaranglar, haligi aktual uz bilan kim edi? Asakada nima gap chiqarib qo'yibsizlar? Mana qilib ishlatyapti. Nima qilsin? Nima qilsin? Shu Asaka tumanini farzandlari uchun, kelajagi uchun, Asaka tumanini fuqarolari uchun jon fido, jon fido deydimi? Ishlash kerak. Ishlash kerak. Men bugun to'g'ri Nasibullo Nabiyevichdan hech qachon xafa emasman. Asaka tumani hokimi Nasibullodan hech qachon xafa emasman. Men u bolani hokim ko'rmaganman. Boshida ham hokim ko'rmaganman. Men ukam deganman, menga hokimligingiz qiziq emas, siz inson bo'ling, vijdoniylik bo'ling deganman. Nima qilsin? Nechtasi kelib ketdi? Nimalar qilishding O'rgadzelda bir bo'lib olishib? Ha? Yana qayta aytaman. Xotin qizlarda qarindosh urug'lari bilan bir bo'lishib olib, ha? Buxgalteriyalarda ona bolalar bir bo'lishib olib va hokazo. Hozir gapiraman desam, sanayman desam barmog'im qolmaydi. Nimalar qilib tashding? Mana endi qattiq odam kelsa, qattiq qo'l odam kelsa, shu jichcha bo'lsa ham shu Asaka, o'zi Asaka tumanli emas u. Yeb ketsa bo'ladi, tiqsa bo'ladi, maza qilib kishkamut qilib survorsa bo'ladi. Lekin 2 yildan beri juda ham ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Juda ham o'rniga hammasini qo'yib qo'ydi xonasiga. Nima qilsin boshqa? Jon bor joyda janjal bo'ladi. Jichcha qo'pol qilayotganda o'sirib qo'ysanglar chiqarib yuborasizlar. O'sirib qo'ysa chichib qo'yibdi deb chiqarib yuborasizlar. Uzru, bo'ldi-da, Asakali ayrim blogerlar baxtsiz hodisa yiqilib tushibdi, oyog'iga g'isht tushib ketibdi. Nima? Kimda bo'lmagan mana shunaqa narsalar? Kimda nima bo'lmagan? Mana hozir men sizlarga oddiy bir narsani keltirib o'taman, ha? 2022-yili Dilfuza Aliyeva Asaka tumani hokimi o'rinbosari kalta yegan. Nima uchun chiqarmadinglar? Fuqaro uribdi deb. Nima uchun rosa ham og'ir tan jarohat olibdi deb satraseniya bo'libdi boshidan demadinglar? Nima uchun tillalarigacha tushib ketgan, ko'r bo'lmaydigan ahvolda edi, juda ham og'ir tan jarohat olgan. Nima uchun chiqarmadinglar? Nima uchun? Nechta nimalar, xodimlar kalta edi. Nimaga ularni chiqarmaysizlar? Nechta hozir to'g'ri sen paxta qo'yib, yo'q, men paxta qo'ymayman, men haqiqatni gapiraman. Chunki sizlar sidqidildan ishlayotgan odamni ko'ra bilmayapsizlar. Obodonga keladigan bo'lsak, Baxtiyor, shu Obodon, Asaka tumanidagi Obodondagi Baxtiyor ishlayapti, ko'ryapsizlar. Eng kech kelib ketadigan mana shu Obodondagi Baxtiyor. Hamma tinch uxlaganda u aylanib chiqadi. Sizlar o'ylaysizlar, Obodon tinch, hamma osuda uxlayotganda Asaka tumani matbuot rahbarini Hamidullo bilan Baxtiyor aylanib chiqadi. Buni o'z ko'zim bilan bir necha marotaba ko'rganman, eshitganman quloqim bilan va o'z ko'zlarim bilan ko'rganman, shu gunohkor ko'zlarim bilan. Haqiqatan ham sizlarga oson, qanaqadir murojaat kelsa top etib murojaatni ikkinchi pallasini ko'rmasdan top etib tashab qo'yasizlar. Hozir aytishim mumkin, kechagina yomonlayapti. Yo'q, yomonlamayotgandim. Qizim, senga gapiryapman, kelinim sen eshitdim. Hamma yo'q o'z izida tizimida ketyapti. Ishlaydi-da. Menga qaranglar. Hozir sizlar o'ylaysizlar, ayrimlar hali vijdoniy ishlaydimi? Yo'q, ashunda ham yo'q. Baribir anaqa. Lekin aylanib o'rgilib kaltaydi, birinchi boshiga tegar ekanda. Boshiga tegar ekan. Men yana bir marta aytayapman. Nasibullo Nabiyevichdan men yomonlik ko'rganim yo'q. Qayda bo'lsa opa deb hurmatimi qiladi.
Asaka tumani hokimi. Qayerda bo'lsa opa deb hurmat qiladi. Baxtiyor ham tashi xuddi shunaqa. Hali ham hazillashib rengingda aytdim. Hammani yomon ko'raman. Pomocnikka aytdim. Hammani yomon ko'raman. Hammani yomon ko'raman deb hazil qilib gapirib keyin qaytib kelib, opadan so'ra Baxtiyor desam, hali yomonlayotdingiz-a dedi, jim hazillashdim. Hali yomon ko'raman deyapti bizni dedi. Yo'q, hazillashdim. Uka hammanglarni hurmat qilaman dedim. Men Asaka tumanida barcha xodimlarni hurmat qilaman. Chin so'zim. Barcha xodimlarni hurmat qilaman. Bettasini yomon ko'raman, ko'nglimdan qolib ketgan. Buni Asaka tumaniga hokimiyatdagilar barchasi biladi. 2 yildan beri 3 yildan beri ishlayotganlar biladi. Kimdan ko'nglim qolib ketgan. Shu Asaka tumanida Bekzod Ummatov degan bola kelganda pomochniki bo'lgan Sarvar janobi oliylarni yomon ko'raman. Qolgan hammanglarni yaxshi ko'raman. Hammanglarni hurmat qilaman. Ichki ishlari bo'ladimi, boshqa bo'ladimi hurmat qilaman. Avazbeyda ham 1771 profil egasi. Как telefon nomer egasi. Avazbeyda ham. Qashqar MFA uchastkoviga keladigan bo'lsak, ukajonim hurmatimdasiz hamisha. Hurmatimdasiz. Hurmat qilaman. Va yana bitta narsa. Bundan keyin mendan bir narsani tungash uchun iltimos shubhalanmanglar. Sizlar kutmagan odaminglar pangalatib qo'yib chiqib ketadi mendan oldin. Esinglardan chiqmasin. Meni telefonim qo'limda edi. Qo'limda edi. Unaqa qiladigan odam olib yurmaydi. Laylaxonda aytib. Ketadi, survaradi, oladi, ting suradi. Telefonim bering deyapsiz ash paytda. Mana dedim. Пожалуйста, 2 marta so'radingiz, 2 marta qo'lingizga berdim. Boshlig'ingiz qaytarib ber telefonini, nima qilasan dedi. Men yotmoqchi edim bugun. Kayfiyatim o'lib, bani senga ham, o'zingga ham, boshqangga ham deb shart uyga keldim. Yana orqamdan bittasi istab kelayotgan ekan, yarim yo'lda qaytdingiz aka. Bilaman, ko'rasiz, podpischisiz. Xullas, hozircha shunaqa gaplarim. Kechki dasturlarimizda yana jonli efir qilamiz. Bitta ovozli kelgan, shu ovozlikda hammaga baravar eshitib turaman. Kechga. Chunki oldin 10 inson bilan oldin gaplashib olay. Gazoy deydigan bo'lsa, shunday vongati gazini qo'yib beraman. Hozircha shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchalarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Yoshlarga bering dunyoni. Mayli ular o'ynasin, kulsin. Ortingizdan g'iybat qilganlar bir kun sizni kelib istashib qolsin. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar.